Is gazi. Bu so'zlarni umrimiz davomida juda ko'p eshitganmiz. Hayotimiz uchun xavf tug'dirishini ham bilamiz. Lekin bu ofat yiliga 400 mingga yaqin odamlarning umriga zomin bo'lishini bilasizmi? Bu insonlar orasida bo'lishdan o'zingiz va oila a'zolaringizni saqlang. Kontentimizni oxirigacha kuzating, hayotingizga befarq bo'lmang. Keling, oldin biz is gazi nima ekanligi haqida tushunib olaylik. Assalomu alaykum, men Hamroyev Ismoil. Yaqin daqiqalar ichida o'z bilimlarimni sizlar bilan bo'lishaman. Is gazi bu uglerod 2 oksidi tipida uglerod bo'lgan moddalarning chala yonishi natijasida ajralib chiqadigan zaharli gaz. Uglerod bo'lsa, atrofimizdagi deyarli barcha narsalarda mavjud. Kundalik isitish pechlarimizda yoqiladigan tabiiy gaz, ko'mir, yog'och, o'tinlar, avtomobillarning barcha turdagi yonilg'ilari, kundalik turmushda foydalaniladigan plastmassadan tayyorlangan buyumlar, polietilenning barcha turdagi organik birikmalar, xonadagi parda, gilam, kiyim-kechak, oziq-ovqat mahsulotlari, hatto inson organizmining 18% ham uglerod tashkil qiladi. Uglerod yonganda karbonat angidrid, kislorod yetishmagan muhitda esa is gazi hosil bo'ladi. Ajablanarlisi shundaki, biz is gazini na hidlay olamiz va na ko'ra olamiz. Is gazi rangsiz, hidsiz, ta'msiz, zaharli gaz. Is gazi mavjud havodan nafas olganimizda biz kislorodni emas, is gazini yutamiz. Bu nafas yo'lidan qon aylanish tizimiga o'tadi. Butun tanamiz bo'ylab kislorodni tashuvchi qondagi gemoglobin bilan ta'sirlashib, karboksilgemoglobinni hosil qiladi. Buning natijasida gemoglobin kislorod tashish xususiyatini yo'qotadi va bu kislorod yetishmovchiligi gipoksiyani keltirib chiqaradi. Kislorod yetishmovchiligidan birinchi navbatda miya zararlanadi. Fikrlash darajasining pasayishi, qaror qabul qilishning qiyinlashishi va tana boshqaruvida nazoratning yo'qotilishi. Zararlanayotganingizni bilsangizda zaharli muhitdan chiqib keta olmaysiz. Shu bilan birgalikda boshqa organlar ish faoliyati buzilishiga olib keladi. Is gazidan zaharlanish darajasi va uning belgilari havo tarkibidagi konsentratsiyasiga va ta'sir qilish muddatiga qarab turli xil bo'lishi mumkin. Kam miqdorida nafas olish qiyinlashishi, ko'ngil aynishi, bosh aylanishi, bosh og'rig'i. Ko'p miqdorda hushdan ketish, koma holatiga tushish, o'lim bilan tugashi ham mumkin. Diqqat qiling, havo tarkibidagi is gazining ulushi 1% ga yetganda u insonni o'ldiradi. Bolalar va homilador ayollarning organizmi kuchsizligi va nafas olishining tezligi tufayli ularga tezroq va jiddiyroq zarar yetadi. 2024-yil ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston aholisining 50.9% shaharlarda, 49.1% qishloqlarda yashamoqda. Is gazidan zaharlanish holatlari bo'lsa, ko'proq hovlilarda isitish pechlarining nosozligi tufayli sodir bo'ladi. Pechlarning tutun yo'li to'silib qolishi, nosoz qo'lbola isitish pechlaridan foydalanish, xonani isitishda ochiq olovdan foydalanish bunday holatlarda barcha zaharli gazlar xonada yig'ilishiga sabab bo'ladi. Yong'in sodir bo'lganda esa is gazining miqdori keskin oshib ketadi. Himoyalanish chorasi sifatida pech, o'choq va gaz plitalarining texnik sozligini muntazam tekshirish, xonalarni doimiy shamollatib turish, pechlarning tutun yo'llarini tozalab turish ishlarini amalga oshirish tavsiya etiladi. Agarda siz o'zingizda is gazidan zaharlanish alomatlarini sezsangiz, zudlik bilan xonani shamollating va toza havoga chiqing. Udan ketgan zararlanganlar bo'lsa, birinchi tibbiy yordamni ko'rsating. Sun'iy nafas berib, yurakni massaj qiling va tez tibbiy yordamga xabar bering. Endi siz is gazi qanchalik xavfli va undan qanday himoyalanish kerakligini bilasiz. Ushbu videoni yaqinlaringizga ulashing. O'zingiz va atrofdagilaringizning hayotiga befarq bo'lmang.